Men odatda faqat hamma ko'radigan mavzuda video qilaman, lekin bu animeni IA ishlatgan hamma ko'rish kerak. Tasavvur qiling, 1989-yil. Internet hali bugungidek hayotimizda ajralmas qismiga aylanmagan. Sun'iy intellekt esa oddiy odam uchun deyarli fantastika. Lekin ayni o'sha paytda Masumi Shiro bitta savolni o'rtaga tashlaydi. Agar inson tanasi mashinaga aylansa-chi, agar xotiralarni o'zgartirish mumkin bo'lsa-chi, agar sun'iy tizim bir kun kelib men tirikman desa-chi, u shunchaki dasturmi yoki yangi turdagi hayot shaklimi? Mana shu savollar zirhli sharpaning yuragi va 2026-yilda bu hikoya yana qaytdi. Rostini aytsam, kiberpunk uslubi menga odatda unchalik yoqmaydi. Qorong'u ko'chalar, neon chiroqlar, texnologiya, korrupsiya. Lekin bu safar nimadir boshqacha. Bu anime meni ushlab qoldi. Shuning uchun bugun biz 2026-yilga zirhli sharpaning dastlabki 4 ta qismini ko'rib chiqamiz. Lekin bu shunchaki syujetda sharhi bo'lmaydi. 40 yil oldin yozilgan bu g'oya qanday qilib kelajakka savol bergan? Bu animeni nega ko'rish kerak? Tanasi robot bo'lgan insonni inson qiladigan narsa nima? Qisqacha aytganda, O'zbekiston uchun zirhli sharp animesini tanishtiramiz. Avvalambor videoga like bosing, ko'proq anime kontent uchun esa kanalga obuna bo'ling. Men super muxlisman va video boshlandi. Men super muxlisman. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Avvalambor bir narsani tushunishimiz kerak. Zirhli sharpa 2026-yilda paydo bo'lgan franšiza emas. Uning ildizi 1989-yilda Masumi Shiro yaratgan mangaga borib taqaladi. Keyinchalik bu asar turli anime filmlar, seriallar va boshqalarga adaptatsiya qilingan. 1995-yilga anime filmi esa butun dunyoda kult klassikaga aylandi. Hatto The Matrix kabi keyingi ilmiy fantastik asarlar uchun ham bog'liqlik joyi borligi haqida gaplar yuradi. Shuning uchun zirhli sharpani yana bitta robotlar haqidagi kiberpunk anime deb ko'rish juda ham kamlik qiladi. Bu franšiza boshidanoq inson, texnologiya, ong, shaxsiyat masalalarini o'rtaga tashlaydi va 2026-yilga anime ham aynan shunga asoslangan. O'zim ham bilaman. Agar shifrlashni AI ga topshirsak, bizani hamma eshitadi. Sakuralarni kuzatish bekor qilinadi. Ishga boramiz. Zerikib o'laman deb o'ylagandim. Qo'lga o'rgatilgan kuchuk bo'lganimdan ko'ra, ishimni o'zgartirganim yaxshi. Demak, peshonaga yozilmagan ekan. Voqealar 2029-yilda kechadi. Dunyo nihoyat axborotlashgan, barcha insonlarning tanasi texnologiya bilan birlashgan. Miya internetga ulanadi. Kiber jinoyat esa oddiy kompyuter jinoyatidan ancha xavfli bo'lishi mumkin. Va shu dunyoning markazida Motoka Kusanagi. Uning to'liq tanasi kiber, ya'ni uning tanasi hammasi robotlashtirilgan. Lekin uning ichida arvoh bor. Motoka Aramaki va boshqa qahramonlar birgalikda keyinchalik maxfiy 9-bo'linma, ya'ni arvoh bo'linmasi deb ataladigan maxsus guruhni shakllantirishiga olib keladigan voqealar markazida turadi. Aytgancha, serialni o'zbek tilida ko'rish imkoniyati ham bor. Aniblan.uz studiyasi uni o'zbek tiliga tarjima qilgan. Menga yoqqan detal faqat ovozlarda emas, ayrim ekrandagi yovuzlar ham o'zbekchalashtirilgan. Masalan, qahramon kim bilandir telefonda gaplashyapti va siz ekrandagi ma'lumotlarni o'qib turishingiz mumkin. Bu sizga yana ham yaxshiroq tushunish imkoniyatini beradi. Bu kichkina detalda tuyulishi mumkin, lekin tarjimani ancha to'liq his qildiradi. Serialni ko'rishimga esa Anibla ovoz aktyori Pixel janoblari tavsiyalari sabab bo'lgan. Shundan keyin mayli ko'ramiz, bu safar nima qilishdi deb ko'rdim va kutganimdan ancha qiziqroq chiqdi. Birinchi qism bizni uzoq tushuntirishlar bilan ushlab turmaydi. Biz darrov 2029-yilda shu texnologik dunyoga kirib boramiz. Bu yerda odamning oddiy tanasi endi u yagona qobig'i emas. Robot tana mavjud, kiber miya mavjud. Axborotlar tarmog'i hayotning ajralmas qismiga aylanib ketgan va shu muhitda Daisuke Aramaki ismli politsiyachi Motoka bilan uchrashadi. Motoka esa mavjud qonunga ishonib o'tiradigan odam emas. U xavfni oldindan ko'rishga harakat qiladi. Natijada yangi maxsus vazifalarga ega guruh paydo bo'ladi. Bu esa bizni keyinchalik 9-bo'linma deb ataladigan bo'linmaga olib boradi. Lekin birinchi qism menga yoqqan jihati faqat syujet emas. Motokaning o'zi, u klassik juda jiddiy, doim sovuq qarab turadigan super qahramon emas. Unda sovuqqonlik bor, professionalizm bor, lekin hazil va yengillik ham bor. Anime davomida uni ko'plab hazillari va injiqliklari yoqimli hissiyot beradi. Shu sabab qahramon tirikroq tuyuladi. Va grafikaga qarang. Menimcha bu anime haqida gapirganda grafikani alohida aytmaslik mumkin emas.
Personajlar nafis, fonlar esa juda batafsil. Texnologik qurilmalar, ko'chalar, transport, interyerlar, hattoki kadrda bir joyda stop qilib, uni tomosha qilib o'tirsangiz ham maza qilasiz. Sizga bu grafika yoqyaptimi? Izohlarda yozib qoldiring. Mening shaxsiy taassurotim shuki, serial 90-yillar anime ruhini zamonaviy ishlab chiqarish imkoniyati bilan birlashtirishga urinmoqda va menga bu kombinatsiya juda ham yoqdi. La'nati, u yana bizani chuv tushirdi. Shef! Maoshimizda nolli ko'p bo'lishini ta'minlang. Ikkinchi qismda avvaliga Motoka-sanning shaxsiy hayotiga guvoh bo'lamiz. U ta'tilda dugonalari bilan vaqt o'tkazayapti. Jiddiyroq narsalarni aytsam esa, yangi tashkil topgan guruh endi real operatsiyalarga kirishadi va bu yerda kibermiya tushunchasi yana muhim bo'ladi. Tashqi ishlar vazirining tarjimoniga virus yuqadi. Endi bir narsani tushuning. Bu oddiy kompyuter virusiga o'xshamaydi. Chunki bu dunyoda inson miyasi internetga ulangan. Demak, kimdir tizimga hujum qilsa, u faqat kompyuterga emas, insonni o'ziga hujum qilishi mumkin. Va mana shu joyda zirhli sharpaning kiberpanki men uchun juda qiziq bo'lib ketdi. Chunki jinoyat endi kimdir kompyuterda buzdi emas. Savol, agar kimdir sening miyangga kirib, sen bilmagan narsani seni nomingdan qila olsa-chi? Aramaki bu ish ortida surgundagi sobiq polkovnik Melis turishi mumkin deb gumon qiladi va Motoka jamoasini tergovga kirishadi. Ha, Fuchikoma, orqa tomonda aylanib o't. Qo'y. Mayor! Voy, og'riyapti. Mana o'ladi deb o'ylading-a? Hecham-de. Uchinchi qismda oldingi voqealar davom etadi. Motoka va Togosa gumondorni Fuchikoma yordamida quvlovdan keyin qo'lga olishga muvaffaq bo'lishadi. Aramaki va Bato esa boshqa yo'nalishda harakat qiladi va shu paytda hikoyada juda muhim nom paydo bo'ladi. Qo'g'irchoqboz, sirli haker. Lekin bu yerda men spoiler berib yubormayman, chunki biz hozir faqat 1 va 4-qismlar oralig'ini tahlil qilyapmiz. Hozircha bilishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, qo'g'irchoqboz oddiy haker emasdek ko'rinyapti va uni atrofidagi savollar hikoyani oddiy kiber jinoyat ishidan kattaroq narsaga olib boradi. Chunki agar insonni kiber miyasiga aralashish mumkin bo'lsa, uning qarorlari haqiqatan ham o'zinikimi? Agar xotirasini o'zgartirsangiz, uning shaxsiyati ham o'zgaradimi? Va agar buni dastur qila olsa, dastur qayerdan boshlab subyektga aylanadi? Mana shu yerda zirhli sharpaning AI haqidagi eng katta g'oyasi sekin ko'rina boshlaydi. Siz nima deb o'ylaysiz? Odamning tanasi kiborg bo'lsa, uni xotirasini o'zgartirish mumkin bo'lsa, uni rostdan ham odam ekanligini nima bilan belgilaymiz? Bu haqida o'zingizning fikringizni yozib qoldiring va eng ko'p like yiqqan izohni qadab qo'yaman. Va shu qismda men birinchi marta bu anime aslida nima haqida gapiryapti o'zi degan savollarni jiddiy berishni boshladim. Ekan, insonlarni bo'ysundirib, biz sun'iychiliklar uchun dunyo yaratish vaqti keldi. Inqilob! Men Parvardigor so'zini unchalik yaxshi tushunmayman. Bato, sen hech o'lganmisan? Menga o'xshagan kelishgan yigitlar o'lmaydi. Ular har bir mijozni xohishiga ko'ra moslashtirishi mumkin. Biroz xatolik etsa ham hech kim shikoyat. Voy, bu hozirgi kunda soch ekish jarayoni ham shunaqa bosqichda yakunlanar ekanda. 4-qism esa bu savollarni yana boshqa tomondan ko'rsatadi. Bu safar muammo kibermiyada emas, robotlar. Bir nechta namunaviy robotlar to'satdan odamlarga hujum qila boshlaydi. Motoka va jamoasi bir xil modeldagi robotlarni qo'lga oladi va ular o'rtasida qandaydir umumiy bog'liqlik borligini aniqlaydi. Shuning uchun Bato va Tagusa robotlarni ishlab chiqargan Hanka Prikasam Instruments kompaniyasiga boradi. Va mana shu yerda menimcha juda qiziq savol paydo bo'ladi. Agar robot noto'g'ri harakat qilsa, ayb kimda? Robotdami? Uni yaratgan dasturchidami? Kompaniyadami? Yoki robotga ta'sir qilgan noma'lum tizimdami? Faqat birgina savolga javob topdik. 2 nafar zavodda majburan ishlatilayotgan qizlar robotlarni odamlarni o'ldirishga dasturlagan. Bu orqali politsiya bu yerga kelib, ularni topishini va ularni qutqarishni reja qilishgan. Ha, biz Yana bitta arosatda qoldiradigan holat. Endi syujetni bir chetga qo'yaylik, chunki bu anime haqida gapirganda grafikani alohida muhokama qilmaslik mumkin emas. Internetda yangi zirhli sharpaning grafikasi haqida turlicha fikrlar bor, lekin shaxsan men grafika yomon degan fikrga qo'shilmayman. Aksincha, menga uning o'ziga xosligi yoqdi. Birinchidan personajlar dizayni. Ular haddan tashqari realistik bo'lib ketmagan. 90-yillar anime ruhi estetikasini nafis chiziqlar bilan qayta yaratishgan. Ikkinchidan backgroundlar. Shahar oddiy dekoratsiya emas. U yerda texnologiya, transport, reklama, binolar, odamlar va turli mayda detallar bor.
Yuqorida aytganimdek, ba'zida kadrlarni to'xtatib, prosta tomosha qilib o'tirgim keldi. Uchinchidan, ranglar. Kiberpunk deganda ko'pincha faqat qora, kulrang, ko'k, neon ko'z oldimizga keladi. Lekin bu anime ranglarni ancha xilma-xil ishlatadi. Shuning uchun juda yorqin ranglar ham qorong'ulik ham yoqimsiz bo'lib emas, juda estetik holatda saqlanib qoladi. Lekin tasvir bir xil bo'lib qolmaydi. Va men uchun eng yoqimlisi bu estetika menga Kiberpunkni yoqtirishga majbur qilgandek bo'ldi. Men aslida bu janrning katta muxlisi emasman, lekin bu yerda qorong'u neon ko'chalar, texnologiya va tartib mavzusi birgalikda juda yoqimli vizual muhitni yaratadi. Endi umumiy fikrimni aytsam, bu anime meni zeriktirmadi va bu men uchun muhim. Chunki dastlabki 4 ta qism hali katta syujetni hamma kartalarini stolga tashlagani yo'q. Biz hali ham Motoka, 9-bo'linma, kiber jinoyat, qo'g'irchoqboz, robotlar va ularni o'zaro bog'liqligini tushunishga harakat qilyapmiz. Lekin serial menga keyin nima bo'ladi degan savolni berib turdi. Va menimcha birinchi 4 ta qismning vazifasi ham aynan shu: savollarni tug'dirish. U sizga butun javoblarni bermaydi, u sizga savol beradi. Qo'g'irchoqboz kim? Kiber miya bilan bog'liq voqealar qanchalik katta? Texnologiya qayergacha boradi? Motokaning o'zi haqida biz bilmagan nimalarni biladi? Va eng muhimi, robot tana bilan inson ruhi o'rtasidagi chegara qayerda tugaydi? Mana shu yerda serial nomiga qaytamiz. Zirhli sharpa. Zirh bu qobiq, Motokoning mexanik tanasi. Lekin sharpa nima? Bu oddiygina ruh degani emas. Bu insonni ongi, shaxsiyati, xotirasi va o'zini men deb his qilishi bilan bog'liq tushuncha. Va odamlar kiberga aylanib borayotganligi sabab inson va mashina o'rtasidagi chegara tobora noaniqlashishini ta'kidlaydi. Endi savol, agar Motokaning tanasi texnika bo'lsa, uning insonligi qayerda? Tanasidami, miyasidami, xotiralardami yoki uning ichidagi men degan hissiyotdami? Yana bir qadam oldinga boramiz. Agar xotiralarni o'zgartirish mumkin bo'lsa, sen hali ham o'sha odammisan? Agar miyang biror narsani haqiqat deb qabul qilsa, lekin u aslida sodir bo'lmagan bo'lsa, unda sening shaxsiyating nimaga tayanadi? Aynan bosh qahramonimiz shu narsalar haqida o'ylashni boshlaydi. Diqqat, spoiler. Kelasi qismda bizda odamlarning miyasiga sun'iy intellekt buzib kirayotganini ko'rsatishadi. Bu sun'iy intellekt o'zini tirik deb hisoblaydi. Agar odamlarda ham tirik organik tana bo'lmasa, unda kim rostdan ham tirik inson? AI mi yoki odamlarmi? Animeni kelasi qismlarda bizga shu savollarga javob berishadi. Agar siz Kiberpunkni yoqtirsangiz, falsafiy ilmiy fantastikani yaxshi ko'rsangiz, AI, texnologiya va inson ongiga qiziqsangiz, bu anime sizga qiziq bo'lishi mumkin. Lekin agar siz faqat har 5 daqiqada katta jang bo'lsin degan animeni qidirayotgan bo'lsangiz, Zirhli sharpani siz ko'rmasangiz ham bo'ladi. Chunki bu anime jangdan ko'ra ko'proq bu texnologiya aslida bizni nimaga aylantiryapti degan savol bilan qiziqadi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni va Super Muxlis kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Men esa keyingi qismlarda bizga bugungi videodagi savollarga qanaqa qilib javob berishni kutib qolaman. Men Muxlis, bu esa Super Muxlis kanali edi.